U milliarder oilasida tug'ilgan, lekin shunchaki merosxo'r bo'lib qolmadi. Amerika tarixidagi eng nufuzli ayollardan biriga aylandi. Bu Ivanka Tramp. Donald Trampning qizi. U faqat boylikni meros qilib olmagan, balki o'z ta'sir kuchini mustaqil ravishda yaratgan. Bolaligidan uning hayotda hashamatga to'la edi, ammo u beparvolikni emas, balki ta'lim va martabani tanladi. Nufuzli biznes maktabini tamomlab, oilaviy biznesga qo'shildi va o'zining ambitsiyalari prezidentning qizi maqomidan ancha yuqori ekanligini isbotladi. Otasi kompaniyasida ishlash bilan birga o'zining shaxsiy brendlarini yo'lga qo'ydi. Martaba bo'yicha kitoblar yozdi va ko'chmas mulk loyihalari bilan shug'ullandi. Tramp Oq uyga kelganida esa Ivanka uning maslahatchisiga aylandi va uni yanada yumshoqroq va taraqqiyparvar rahbar sifatida ko'rsatishda yordam berdi. Ivanka milliarder Jared Kushnerga turmushga chiqqan bo'lib, u ham Trampning maslahatchisi bo'lgan. Ular AQSh siyosatidagi eng nufuzli juftliklardan biriga aylandi. Ivanka faqat yonida turmagan, balki iqtisodiyot, tadbirkorlik va oilaviy siyosat masalalarida faol qarorlar qabul qilgan. U nafaqat imtiyozlardan foydalangan, balki o'z martabasi va ta'sir doirasini o'zi yaratgan ayolning yorqin namunasi. Ko'proq foydali kontent olish uchun Biznes Rivoj kanaliga obuna bo'ling.